Barini tushundim. Xiao oilasi boshlig'i qarib qolgan, shuning uchun hukumat jangi boshlandi. Xiao Wanyer qobiliyatli bo'lsa ham, baribir u ayol kishi. Yeriga barini o'tkazib berishni mo'ljallashi mumkin. Shuning uchun undan vaqtinchalik foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Shundan ham Su Chenday yigit Xiao Wannerga qanday qilib yoqib qolishi mumkin? Su Chenga o'xshagan insonlar Xiaolar oilasiga umuman munosib kela olmaydi. Bir necha kunda uni ko'ppakdek tashqariga haydashadi. Ana o'shanda ko'ramiz. Qassos olaman degan gaplari qayerga yo'qolarkan. To'g'ri aytasan. Mayli, shu yerda to'xtating. Azizim, nimadir bo'ldimi? Xiao xonim, yordam berganingiz uchun rahmat. Qarz to'landi. Oramiz endi ochiq. Shuni o'zi yetarli. Va o'sha 3 millionni sizga qaytaraman. Yo'q, agar sen ketib qolsang, bobomning tug'ilgan kuni nima bo'ladi? Hamma qardoshlarimga yigitim bilan boraman deganman. Bobomni shaxsan tabriklashimiz kerak. Nima bu, hazilmi? Su Chen, iltimos sendan menga yordam ber. Mayli, faqat bu safar. Maylimi? Avval uni tinchlantirib, so'ng yuragini zabt etish kerak. Men Xiao Wannerman, go'zalman, pulim bor. Menga qaramasligi mumkin emas. Janob Son, mana shuni o'rab bera olasizmi? Shuni sotib olaman. Albatta. Bu bolakayning avval omadi kelganga o'xshaydi. Endi asl basharasi ko'rindi. 3 yildan beri sota olmagan narsamni o'zi mana olyapti. Mana shu arzimagan narsani 10 mingga olasanmi? U 10 yuan tursa kerak. Bu buyimni sotsam, qaytarib olmayman. Ana bo'lmasa, sotuvchi ham buni hech nimaga arzimasligini bilarkan. Agar katta janob Xiaoga shuni sovg'a qilsak, odamlar ustingizdan kulmaydimi? Bunday bo'lmaydi. Endi faqat qolgan umrni emas, tanadagi og'riqni ham ko'ra olyapman. Shu bilan birga kasallikni bartaraf qila olaman. Bekorchi gaplarni bas qil. Muhimi pulda emas, e'tiborda. Hali unga turmushga chiqmadingiz. Darrov tomonini olasiz-a? Hozirda Xiao oilasida mavqeingiz unchalik baland emas. Bu bayram uni ko'nglidan joy olish uchun ayni muddao bo'ladi siz uchun. Demak, xonimni vaziyati og'ir ekan. Mayli, bugun oilada obro'ying oshishi uchun o'zim senga yordam beraman. Onamga bergan yordaming uchun minnatdorchiligim shu bo'ladi.